Assalomu alaykum barchaga. Fermer Ahmadov kanali obunachilari. Xudo xolasa bugun 11-fevral hafta kuniga chorshanba. Aytganimizdek bugun shlaka bloklarni olib kelib qo'ydik. Xudo xolasa ko'rishinglar mumkin. 7 ta joy bo'ldi. 10 ta sig'adi bo'ladim, sig'madi. O'rtada men temir chiqqan ekan, betga qurmay qo'yardim. Shetlarga qo'ydim, aytdi 3 ta bor. Yemaydi 3 ta bor. Yemaydi yana bitta ortib qoladi. Chaqaloqdaqa bitta qilib berdim. Hop, общий 20 ta shlaka blok ketdi. Ikkitasi ortib qoldi, tevadagi bilan. Shu ortib qoldi. Bularni xudo xolasa oq indutkalarımizga ertaga joy yasab beramiz. Hop, bittasini tomi ochiq qo'ydim, o'yladim. Tomini yopish kerakmi, yo'qmi o'zi deb. O'ylanib 3 donasiga qilib berdim. 3 donasi shunday ochiqligicha qolurdi. Endi menimcha bo'laversa kerak bemalol. Xollasa tomi ochig'iga kirib yotsin, xollasa tomi yopig'iga. Xudo xolasa indutkalarimizni ko'rishinglar mumkin. Hali berilgan tuxumga kirishgani yo'q. O'sha bitta tuxum tug'ib qo'ydi shu joyda. O'sha tuxum bilan qo'yib qo'ydim. Kelmaydi, oddiy o'zi tovuq tuxumini qo'yib qo'ydim. Balkim ko'rib signal bo'lar tuxum tug'ishiga. Hop, bular mana yoshroq jo'jalari. Bu ikkitasi o'zim oldingi indutkalarim. Bunisi yangi kelgan, 9 talik bilan kelgan bu. Hop, indutkalarimiz ancha yaxshi bir-biri bilan chiqishib oldi. O'tgan hafta shu yakshanba kuni oldim, eslarda bo'lsa shu oq bilan. Hop, qaysi bir edi? Mana. Shunisini oldim. Ancha chiqishib oldi. Boshida pastga tushmaydi, u tevaga chiqarib olishyapti, urushyapti dashitda. Ancha hozir yaxshi chiqishib olishdi. Joylarni ko'rishlaringiz mumkin. O'sha aytib o'tganimdek oq indutkalardan olib keldim. Hozir ularni ham bir qator ko'rsatib o'taman. Bugun kech qolib ketdim, ertaroq video olmoqchi edim. Katelar qurib, joylarni qurib, ba'zi bir ishlar bor edi, o'shalarni qilib, buguncha kech qolib ketib qoldim. Shunga qorong'u bo'lishiga qaramay, sizlar uchun video olib berdim. Mana xo'rozlarimiz. O'tgan videomizda bir akamiz yozgan ekan, xo'rozlar qimmat emasmi, qimmatroq olmadingizmi deb yozgan ekan. Bilmadim, balki qimmatroqdir. Sizlar tomonidan arzon bo'lsa kerak, biz farg'onalimanman. Men olgan payt uje qimmatlashni boshlagan payt olib chiqqanimga 2 haftacha bo'ldi shekilli, adashmasam, yo 1 yo 2 hafta bo'ldi. Uje indutkalar narxi oshishni boshladi. Misol uchun, shu 3 hafta bo'ldi shekilli mana shtaqalarni olganman. O'sha qora bosh ham kelgan. Mana bunaqa makonlari kelgan. 75 mingdanmi to'g'ri keladi. Uje bu hafta chiqdi, mana 2 haftadan keyin uje mana bunaqalarni 110 mingdan oldim. Ikkitasini. Narxlar oshishni boshladi. Uje bu haftadan chiqsa, menimcha 130 mingga ham makoni ko'tarilgan bo'lsa kerak. Chunki indutkalar narxi bundan buyog'iga ko'tarilaveradi. Hammaniga tuxumga kirishni boshlagan, jo'ja ochishni boshlagan, tayyor pul misol uchun arzon narxga hech kim bermaydi. Chunki qishdan olib chiqarishda o'zi bo'lmaydi bularni. Rosa ko'p ovqat yeyishadi. Shu uchun. Hop, oq indutkalarni ham endi bir qator ko'rsatsam. Betga lampochka o'rnatmaganman, sal qorong'iroq. Telefonim spichkasidan ko'rsatyapman. Ko'rishlaringiz mumkin. Hop, ikkitasi ham keyin mana shu o'rtada turgan o'zimiz eski makon, naryoqdagi makon. Shu xo'rozni olib keldim. Jupa 280 ming so'm bo'ldi. Yana aytishlarim mumkin qimmat emasmi deb, lekin bu xo'rozni kameraga bilmagan yetkazib beryaptimi yo'qmi, juda yirik xo'roz. Oppoq, xudo xolasa juda katta xo'rozimiz. Makonim jo'ja endi tulashni boshlaydi. Ko'zdan atrofida patlanib to'kishni boshlagan. Makon yoshroq, lekin xo'roz juda yirik. Bu xo'roz hali tulamagan. Tulasa yana bundan ham kattaroq bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa endi bular martdan oxirroqlariga hisoblab turibman. Martda oxirroqlariga tuxumga kirsa kerak. Nariga qoralarimiz shu oyda oxirroqga uje kirib ketish kerak, chunki ko'pchiligiga uje tuxumga kirib bo'ldi. Xo'rozlarimiz ishlayapti, Xudoga shukr. Ular ham kirib ketib qolsa kerak. Juda chiroyli. Ertaga yana bir yorug'dan video qilaman qo'yib yorib. Ammo juda chiroyli. Chekir bo'lib qoldi, paqa kelib, bizda ariqqa suv kelmayapti. Hovuzcha qilib qo'yganman, lekin suv to'ldirib bo'lmayapti.
Hop, bizda soy remont bo'lyapti, beton qilishyapti, shu uchun soyga suv kelgani yo'q. Xudo xolasa suv kelib ketsa yana bitta cho'miltirib ko'rasizlar, bularni oppoq bo'lib qolishadi. Juda go'zal bo'lishadi, xudo xolasa. Keyin yana bitta yangiligimiz, biz anchadan beri kutgan kunlar keldi, xudo xolasa. Ona quyonni biz tuqqan. Bugun ko'rdim. Ichkariga kirib ketyapti. Hozir o'tsam kirib oladi, bitta so'layapti. Mana ishda 10 ta bola tug'ibdi bu quyonimiz. Anchadan beri kutayotgandim to'g'risi. 10 ta bola tug'ibdi. Bitta erkak quyonimiz ham turibdi, xudo xolasa. Videosini endi haliroqqami ona quyonni betga alohida chiqarib olib turib, bolalarini ko'rsatib olib, Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Xudo xolasa Telegram kanaliga o'tsanglar, bolalarni ko'rsataman. Quyonimiz yaxshi, xudo xolasa. Endi to'g'ri sotish fikridan qaytib qoldim bu onasini, chunki ko'p tug'ar ekan, baribir ko'p tuqqandan keyin qolavergani yaxshi. Bolalarni sotamiz, keyin Kaliforniya quyonlarini olib chiqamiz, xudo xolasa. Kategimizni tashqaridan ko'rinishi shu holatda bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Qalay chiqibdi? O'zlaring bitta kommentariyada baho berib o'rasizlar. Keyin biladiganlar bo'lsa, shuni aytinglarchi, shu tomini yopib qo'yganimiz yaxshimi, shunday ochiq turaversa ham bo'laveradimi? Yoki menga o'xshab yopib qo'yishimiz kerakmi? O'zingiz fikrlaringizni kommentariyada yozib ketasizlar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha, yangi bo'lsanglar akalar, iloji boricha obuna bo'lib, videolarimizga like bosib, qo'llab turasizlar. Xudo xolasa bundan qiziq videolarni chiqarishda davom etamiz. Hammaga rahmat.